Assalomu alaykum. Men Bekmurod Bezoza, pediatr shifokoriman. 5 yildan beri shu sohada faoliyat olib boraman. Hozirgi kunda ko'p ota-onalarni xavotirga solgan bolalardagi tana haroratining ko'tarilishi haqida sizlarga ozroq ma'lumot bermoqchiman. Har bitta isitma ham xavfli hisoblanmaydi, lekin ba'zi bir belgilari bo'ladi. Bu belgilar paydo bo'lganda vrachga zudlik bilan murojaat qilishga to'g'ri keladi. Bolada 37,5 dan yuqori harorat isitma hisoblanadi. Xo'p, biza mavzu tanlayotganimizda menga ko'p mavzularni aytishganda, yo'q, mana bu aynan tana harorati ko'tarilishi mavzusini olib chiqamiz dedim. Sababi faoliyatim davomida ko'p ota-onalar menga xavotir bilan kelishadi. Bolam isitmasi chiqib ketdi, qo'l-oyoqlari isitma chiqqan payt muzlab qoldi, lablarning orasida ko'karish paydo bo'ldi. Nima qilsak bo'ladi deb juda ham ko'p murojaat qilgani uchun o'yladim, ko'p ota-onalar bu haqida yetarli ma'lumot ega emas va shu mavzuni olib chiqishga qaror qildim. Bolada qaysi holatlarda tana harorati ko'tarilganda xavfli, qaysi holatlarda xavfsiz hisoblanishini birinchi navbatda bilib olishimiz kerak. Birinchi navbatda bolaning harorati 37,5 gacha bo'ladigan bo'lsa, bolaning tana harorati bor-u, lekin o'ynayapti, kulyapti, ovqatlanyapti, suv ichyapti. Bu holatda yengil tana harorati ko'tarilishi deyiladi va bolada uy sharoiti yordam bersa bo'ladigan jarayon hisoblanadi. Xo'p, agarda siz ham bolangizda yuqorida aytilgan masalalar kuzatilayotgan bo'lsa, albatta buni siz o'zingiz o'z farzandingizda uy sharoitida yordam bera olasiz. Bolaga paxtali matolardan kiyim kiydiring, xona haroratini tez-tez shamollatib turing. 20-30 gradusda bo'lib tursa bo'ladi. Keyin suv miqdorini balansini normallashtirib turing. Organizmda suv balansi agarda tushib ketadigan, suv bo'ladigan bo'lsa, unda bolaning ahvoli og'irlashib qolishi mumkin. Qachon tana harorati ko'tarilishi xavfli hisoblanadi? Agar farzandingizda 38,5 dan baland tana harorati kuzatilsa, agarda farzandingizda tana harorati ko'tarilganda qo'l-oyoqlar muzlasa, lab, burun uchburchaklarida ko'karish, pastki jag'larda qaltirash paydo bo'ladigan bo'lsa, tutqanoq belgilari paydo bo'lgan bo'lsa, albatta bular xavfli hisoblanadi va bu holatda siz uyda emas, vrach pediatr nazoratida bo'lishingizni tavsiya qilaman. Isitma bu kasallik emas. Isitma bu organizmning tabiiy reaksiyasi hisoblanadi. Tomog'i yiringlagan bo'lishi mumkin, ichaklarida muammo bo'lgan bo'lishi mumkin, nafas yo'llarida har xil kasalliklar bo'lishi mumkin, siydik yo'llarida muammo bo'lishi mumkin. Bu organizm bizga bildirayotgan reaksiyasi. Xulosa qilib aytganimda, isitma bu kasallik emas, kasallikning simptomi hisoblanadi va har bir isitma ham xavfli hisoblanmaydi. Lekin yuqorida ko'rsatilgan xavfli belgilarni o'zingizda, farzandingizda kuzatadigan bo'lsangiz, albatta pediatrga murojaat qilishingizni so'rab qolardim. Agarda bu mavzu sizga qiziq bo'lgan bo'lsa, bu mavzuga oid qanaqadir savolinglar bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada albatta savolinglarni kutib qolamiz. Kanalga obuna bo'lishni esingizdan chiqarmang.